Men aniq bilaman, siz Tunikafon patologda aniq mana bunaqa 2025-yilda trendga chiqqan LED lampochkalarini ko'rmagansiz. Bitta baho berib qo'ying. Yangilik qilganmiz, qadrdonlar. Hozirgi 2025-yilda juda ham trendga chiqqan mana bunaqa uzunchoq LED chiroqlardan darvozaxonamizga mana shunaqa go'zal holatda qo'yib berdik. Yoqqan bo'lsa, bitta laykni bosib qo'ying. Men video obzorni boshladim. Qadrdonlar, barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Bugun 4-oktyabr 2025-yil. Biz navbatdagi xonadonimizni Tunikafon ishini Farg'ona viloyati Quva tumani Sanoatchilar mahallasida mana shunaqa seriozniy fasonda o'z nihoyasiga yetkazdik. Agar siz mana shu videoni boshdan oxirigacha ko'rsangiz, bu xonadonimizga qancha kvadrat tunika sarf qildik va xonadon egasiga barcha xarajat ichida necha pulga bitirib berdik, barcha ma'lumotlarni berib o'taman. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta Andijon Tunikafon kanaliga obuna bo'ling. Mana shu videoga bitta like bosing va siz ham uyingizni Tunikafon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab amal qiladi. Vodiy bo'ylab 1 kvadrat metr Tunikafonni barcha xarajat ichida 140 ming so'mdan, vodiydan tashqari viloyatlar bo'ylab esa 200 kvadratdan oshiqroq bo'ladigan bo'lsa 150 ming, 160 ming so'mdan barcha xarajat ichida bitirib bermoqdamiz. Bo'lmasam qadrdonlar, video roligimizni boshladik. Hurmatli obunachilar, Tunikafon ishimizning dizayniga bitta baho berib qo'yasiz. Oldi qosh peshana, orqa 2 qavatli bo'lgan, 90 gradusli oppoq adnotomniy fasonda bo'lgan bu xonadonimizni sliv tarnovlarini ham o'zimiz o'rnatib berdik. Bu sliv tarnovda 1 metrini 65 ming so'mdan o'rnatib bermoqdamiz. Tunikafonda esa 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan albatta mana shunaqa chotki holatda bitirib bermoqdamiz. Darvozaxonamizning chekasiga alohida baho berib qo'yasiz. Bu yerda bizni mana shunaqa arkamiz bor. Arkamizdan tushirib yubormagan holatda darvozaxonamizning chekalarini mana shunaqa high-tech uslubda chotki holatda bitirib berdik. Bu hozirgi qo'yib bergan LED lampochkamizning donasi 28 ming so'm turadi atiga. Lekin buni 2025-yilda hozir juda ham trend bo'lgan uyda ichiga qilinayotgan patologlarga qilinadigan lampochkasining nomini esimdan chiqarib qo'ydim. U juda ham qimmat turar ekan. Biz mana shu lampochkaga o'xshash qilib, mana shunaqa dizaynda, chotki holatda bu xonadonimizning Tunikafon ishini ham bitirdik. O'rtaga bitta lustra qo'yganmiz, hurmatli obunachilar. Bu osilib turadigan emas, yopishib turadigan lustramiz. O'rtasini esa shaxmat qilib berganmiz. Shaxmat ham chekalariga mos holatda bo'lib bitgan. Darvozaxonangizga mana shunaqa high-tech fasonda qilsangiz, ishoning, xonadoningizning Tunikafon ishi go'zal holatda bo'lib bitadi. Bu xonadonimizning tashqari shapkalarini ham bitirib berganmiz. Hozir tashqariga chiqib ham sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'ringlar, hurmatli obunachilar, tashqari shapkamiz ham oppoq rangda mana shunaqa go'zal holatda bo'lib bitdi. Sizlarga Tunikafon ishimiz qay darajada ko'rinyapti bilmayman, lekin ishoning, hayotda kelib ko'rsangiz prosta sevib qolasiz. Juda ham go'zal holatda bo'lib bitdi inshaalloh. Mokri tarnovlariga oppoq rangli Tunikafon ishlarimizni qilib berganmiz. Hattoki mana bu kichkinagina burchaklarni ham chotki holatda ustalarimiz mana shunaqa zo'r holatda chiqarib berishgan. Agar siz ham xonadoningizni mana shunaqa sifatli ko'rinishda Tunikafon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Xudo xohlasa sizning xonadoningizni ham mana shunaqa zo'r holatda Tunikafon qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Bilasizlar, hurmatli obunachilar, biz deyarli har kuni Andijon Tunikafon kanalimizga mana shunaqa qilgan Tunikafon ishlarimizning video obzorlarini joylab bormoqdamiz. Albatta, mehnatimizni to'g'ri baholab, hali ham like bosmagan bo'lsangiz, bir dona like tugmachasini gumburlatib bosib qo'ying. Biz esa sizlarga mana shunaqa kun davomida ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan Tunikafon ishlarini, video obzorlarini joylab boramiz. Albatta, biz o'zimizning jamoadoshlarimiz qilgan Tunikafon ishlarini qo'yib boramiz. Birovlar qilgan ishni emas. Bilasizlar do'stlar, bizning jamoamizda 100 tadan 150 taga yaqin odam ishlaydi. Bir ishlaganda 25 ta xonadon ishimiz ketadi. Xudo xohlasa sizning xonadoningizni ham sifatli va chiroyli holatda tez kunda aytilgan vaqtda inshaalloh bitirib beramiz. Burchalarga ham alohida baho berib qo'yasiz. Qo'ldan kelgancha chotki holatda bu xonadonimizni Tunikafon ishi ham. Xonadonimizni Tunikafoni, lampochkalari, tarnovlari, xullas hammasi ichida 30 million so'm atrofida pul ketdi, hurmatli obunachilar. 1 kvadrat metr Tunikafonda 140 ming so'mdan 04 tunikada barcha xarajati ichida bitirib berdik. Agar siz ham xonadoningizni mana shunaqa go'zal holatda Tunikafon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. E'tiboringiz markazida har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.